Voy yiltiz! Men qo'rqib ketdim. Mam chish bo'g'ilsa bo'lamdi. Chech bo'g'itlasaqmi bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin chech bo'g'itlagan chaqda faqat 25-30 sant araliqdagi tuproq qatlamida o'g'it bo'ladi. Shu yerda yiltiz shuni agishib o'sib, yiltizlar tezlab ketadi. Tarqalish doirasi tez bo'lgandan keyin qishda sovuqqa, yozda issiqqa, qurg'oqchilikqa chidamsiz bo'ladi. Biz qanday qilib mevlik daraxtlarning yiltizni chunqur qatlamda taraqqiy qildirilsak, bu mevlik daraxtimizning umri uzun, qishda, sovuqda, issiqda nayt chidamchan bo'ladi. Shunga birisi bu. Ikkinchisi, chech bo'g'itlasangiz, o'g'itingizningki 3 dan 2 qismi isrof bo'lib ketadi. Ma'noda ko'lab o'g'itlaganda siz bog'ni emas, mosh mevlik daraxtning o'zini o'g'itlagan bo'lasiz. Unda chish bo'g'ilsa bo'lmaydi ekan ma'lum, Shundaq. Bu odamniki daraxti 4 yil qo'ygan daraxtga 3 yil 4 yil. O'shanmi Bundaq kichik daraxtlarga texmbak ko'mib o'g'itlaymiz. Endi ko'mib o'g'itlagan chaqda biz o'g'itni dal joyiga olib boramiz. Yana biri mana shu o'g'itlagan o'rin biz mevlik daraxtlarniki yiltiz o'sadigan, bir rohatlik, suv saqlaydigan, o'g'it saqlaydigan bir balvaga yasab beramiz. sentr ko'lsa bo'ldi. Chunqurligini 3 yillik qo'ygan bo'lsa, 25 santa, 30 sant araliqda. Doirasini bo'lsa, mana shu deshishan deymiz, suv tamchilash liniyasi. Masalan, u qaya degan chaqda mana daraxtning shexiniki uchiga keldimi? Daraxt tajisining uchi. Dal mashadan ichiga vaqt turib 20 santa kenglikda, chunqurligini 20-30 sant chunqurlikda eriq assaq bo'ldi. Tuplar bo'yicha assaq ham bo'ladi yoki mendaq butun eriqchi balvaqsiman assaq ham bo'ladi. Hozir ham madamga ismingiz nima? Almag'a. Alma xapadimga biz bir ko'lab ko'kis qo'ydik. Hozir mabag'ni o'g'itmoqchi. Siz buni naq ko'rib o'g'inlar, ekranda turganlarmi? O'ginmasin. Ekranda turgan do'stlarmi o'ginmaslar, lazım deb qolsa. Mushmani meniki hozir ikki taraf kirishibdi mana shunami? Kirishgandan keyin ikki taraf ko'lashning hojati yo'q, shunami? Bir taraf ko'lsak, birinchi qurg'i ko'lsak, ikkinchi qurg'i ko'lamay, uchinchi qurg'i ko'laymiz. Hozir ma'qul holatda ikki qurg'a 4 tal o'rak ko'labdi. Mening deganim bo'yicha har bir qur atlab, bir qurg'a faqat bir o'rak ko'laymiz degan gap. Emgak kuchini tejaymiz, o'g'itni tejaymiz. Hozir mayaga mushtatni mushtarakdan kevalda o'tirib birnilam ko'lsak bo'ldi. Birlik ko'lsak bo'ldi. Hozir endi menga tushunaldingmi? Tushundim. Hozir nega ko'laymiz? Siz bilan ko'kizga mana shunday qo'lay. Hozir miyaga birini qo'laydi ekanmiz. Va o'tirga. Hozircha. An tashib, o'tirga tashib niyaga birini qo'laydi ekanmiz. Shundoq. Tushunibsiz. Hozir mishan ko'lab boqayman desa. Voy Nurg'aydan so'raydi ekan adam. Hani ko'lgan vaqtning o'zida daraxtni udunlab ko'lamdoq, uzun ko'lamdoq deb. Qanaqa qilsak yaxshi o zaman? Uzun ko'lsak yaxshi, chunki o'g'itlar shalang, turaqliq takshalat uchishadi yiltiz bilan. Bu yiltizda o'g'it bo'lishni talab qilgan bilan intayin shalang qo'yoqlikdagi o'g'it bo'lgan chaqda yiltiz rohat o'salaydi.